Assalomu alaykum jamoat. Men riyosetchi Mahmud Mushqulman. Biz bugungi Uyg'ur nazar programmamizda Turkiyaning Istanbul shahrida o'qiyotgan, dunyoda hech kim bilmaydigan Xitoy tilini biladigan, talant ko'milib sisib ketgan, o'zini Uyg'ur atgan Qadriya Hashim ismli juvon haqida to'xtalamiz. Bugungi suhbatimizga dağınlıq dap yüz numus qilmay, dərman xijil bo'lmay, ziyirman qatorliq asarlari bilan shuhrat qozongan dağınlıq o'tinchi, qo'shimcha obzorchi Emine Qatandan taklif qildik. Emine Qatanda yaxshimisiz? Assalomu alaykum jamoat va Mahmud Mushqulman. Sizlar bilan bugungi programmada hamsuhbat bo'lganligimdan intayin xursandman. Emine Qatanda, sizmi ko'rgansiz? Turkiyaning Show TV kanalida Xitoycha naqsh o'qib ko'pchilikning qizg'in fikriga erishgan juvon Qadriya Hashim qiziq nuqtaga aylandi. Sizdan so'rab baqay, sizmi Xitoycha bilamsiz? Men ilishkin oqsham qo'shnamning uyidagi denshidi ko'rgan. Men gerçi o'tinchi olsammu oz to'l ufqima, lekin saniyachga bunday Xitoycha angrab baqqanim yo'q. Emine Qatanda, siz ko'rolmayapsizmi yoki boshqa fikringiz bormi bu yerda? Buni toza ko'ramaginim rost. Birinchidan ko'zoynikim yo'q, ko'ramadim. Ikkinchidan bo'g'izdan talat yomon saatgan, bundan nervisdan pita tushib qolgan mendan chiroy juvonlarni men toza ko'ramayman. Ko'ngan xuykanda, davom qiling. Bunda Uyg'urlarning chet ellik bir televiziya programmalarida Xitoycha naqsha etishi oz ko'rilgan hodis bo'lg'achqa toza ko'ramagan bo'lishi mumkin. Emine Qatanda, siz bir Uyg'urning Turkiyadagi bir davlatda Xitoycha naqsh o'qib nam chiqarmoqchi bo'lganini qanday qaraysiz? Bununla ko'z qarash ajitsiz, faqatli epsilnima. Ba'zida nam chiqarishchi har xil vositalarni qo'llanadi. Balkim bu juvon ba desmisini bozor sepilib, yana sog'dek desmisi yo'q, oxirgi desmisi ustida Xitoy tilini ishq sog'an bo'lishi mumkin. Voy tova, ne qiziq a? Emine Qatanda, Emine Qatanda, bu juvon sende o'zini Xitoychasini bek maqtadi. Sizningcha Xitoycha yaxshimikan, qanday ekan bu juvonni? Bu juvonning talaffuzdan qaraganda Xitoy tili suv bo'yida filmidagi Van Kemperning chayxonasini o'rganganligi 5 qo'ldakli aniq. Anjeliya bilan bilgan taqa. Voy tova, bu qiz o'zining ovozini pek usul deb o'tadi. Sizcha